Bugun Mixael Shumaxerni ko'pchilik ham eslamasa kerak, lekin o'z davrida 21 yil qatorasiga chempionlik shohsupasiga chiqa olmagan Ferrari'ni Shumaxer 2000-yili aynan shu model bilan shohsupaga qaytarishiga sababchi bo'ladi va qo'shimchasiga 5 yil davomida Shumaxer bu shohsupani sheriksiz egallab keladi. Aynan bu jihat Formula 1 tarixida misli ko'rilmagan mashhurlikni Shumaxerga taqdim qiladi. Albatta, dvigatelning ham kichikligi hamda yengilligi ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Bunga o'xshagan boshqa dvigatellarda 200 kg atrofida bo'lsa, bu dvigatelimiz 100 kg dan ozgina oshadi. Bu omil esa poyga vaqtida har bir soniyani tejashga yordam beradi. 3 litrli, ahamiyat bering, atmosferniy bo'lgan V shakldagi 10 ta silindr, razvalining burchagi esa 90 gradusli bo'ladi. Ot kuchi 800 dan 815 gacha, Newton-metr esa 350 dan 370 gacha. Ahamiyat bering, Newton-metr slishkim baland emas. Uning sababi esa Formula 1 bolidlarining o'zining vazni juda ham yengil bo'lganligi sabab bo'ladi. Yana bir jihati esa boshqa avtomobillarda dvigatelning aylanmasi 6000-7000 atrofida bo'lsa, bu dvigatelda esa 18000 gacha ko'tariladi. Va albatta, o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan eksklyuzivniy avtomobillarning e'lonini o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Profilda havola mavjud bo'ladi.